Real Madridga nima uchun Rodrining transferi amalga oshmay qoldi? Bunga Barselona sababchimi? Keling bu haqida batafsil gaplashamiz. Undan oldin like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Qani unday bo'lsa, boshladik. Xo'p, o'zi Barselona Rodrining transferiga qanday ta'sir qilishi mumkin degan savol juda ham ko'p. Ya'ni Rodrining transferi amalga oshmay qolishligini Barselona sababchi deyotganlar, bu asli Barselonaning muxlislari hisoblanadi. Ya'ni shunday gaplarni chiqarishmoqda. O'zi Barselona Realning transferlariga unchalik ta'sir ko'rsata olmaydi. O'zi boshqa tomondan olib keladigan bo'lsak ham, Florentino Perezning o'zi Rodrining transferiga qarshi bo'lgan va Florentino Perezning sport direktorlari ko'ndirishgan edi. Lekin transfer summasini kelisha olmaganligi uchun bu transferdan Florentino Perez butkul voz kechdi. Rodrining o'rniga kimnidir olib kelish kerak-ku degan savollar juda ham ko'p va bu haqida ajoyib bir insight chiqqan. Ya'ni Arsenalning bir futbolchisi bor. Bu futbolchi haqida ma'lumotlar va qachon o'tishi haqida biz sahifamiz biosidagi Telegram kanalimizda ma'lumotlarni qoldirganmiz. Ana shu yerda o'qib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, do'stlaringizga ushbu videorolikni jo'natib qo'ying va like bosishni unutmang.